Oy, ana. Bu içi vayandan keyin bola xonami, to'y xonami, loymi, o'tmi, umuman qizig'i yo'q ekan. Yotib olar ekan tezda. Bu içi olibdi. Mayli kayfini yozganim. Men ayiq polvon yaxshi o'ynasang, mana shuncha ahli jamoat ichida va'da qilaman. 5 kilo magillik ustom tomonidan 5 kilo kiloli shashlik olib kelaman. Bitta o'zing yeysan. Meniki va'da. O'yna. O'ynamayman-da. Bo'lmasa monoda yaxshi o'ynasang, 2 bochka asal olib kelaman. Telefonimni sotib, boshqa telefonni olib, oshkaniga asal olib kelaman. O'yna. O'ynamayman-da. Hey! Nima desam, nima o'ynaydi bu? Nima desam o'ynaydi? Nima deydi? Kim aytyapti deydi? So'rayman. Pul. Assalomu alaykum. Assalomu Nima desam o'ynaydi? Xotinaman, abiraman deydi. O'zingiz necha yoshsiz? 11 yosh. Qo'yil, o'zingiz uylanganmisiz? Yo'q. Nimaga uylanmagansiz? Imkoniyat yo'q. Imkoniyat yo'q ekan, qo'yil. Keling. Abdullay. Hey, shuncha uylardan aholisi bitta shu bolaga imkoniyat qila olmadinglar. Necha yoshda 12 ga o'tyapsan-mikan? U 10 yosh ekansan. 10 yil o'zi yashab. Qo'yil, yolg'izlik faqat Allohga oz qiynalyapsanmi? Qo'yil. Aytdim, hamma ham ichidagi niyatini aytsa, bildinglarmi, ayiq polvon o'ynaydimi desam, uylab qo'ying deyapti. Qo'yil. Uka, uylansang qizlarni do'mbog'iga uylanasanmi, ozg'iniga Do'mbog'iga. Qo'yil. Hey! Nimaga do'mbog'iga deyapti deb o'ylanmanglar. Sabab bitta qopda un olib kelsa ham, qo'shnidan keling va unni olishib qo'ying demaydi. Xotin ketdik unni ol deydi. Qo'yil, bu yoqchi, o'zim nimaga aynan do'mbog'iga? O'ziga o'xshatda. Nima bo'ladi? Eshitdinglarmi? Men eshitdim lekin. Nimaga desam yumshoq bo'ladi. Voy uka, aytdim nimaga bu uylab qo'ying deyapti deb. Men ham ayiq polvonim senga o'xshab bo'yda. Ayiq polvon bo'ydolar kechasi qanday uxlaydi? Ana voy bo'ldi. Ayiq polvon bo'ydolar kechasi qizlar bilan qanday gaplashib yotadi? Ana oyog'ini olib, telefonni quloqqa tutib olib